rahmatni qilyapsiz. Eshik haligi nima deydi, bir ko'pri ham tak ko'rinib qoladi. Davlat yelkasiga minib olib, pul bersa ashlaytamiz, bermasa ashlaytmaymiz emas. Yaxshi konsert bo'lsa, yaxshi konsert bo'lsa, boradi xalq. Xalqni halidan beri unaqa deyapmiz, bunaqa deyapmiz. Men ham konsert beryapman. Men majbur qilib metrolarda to'xtatib odam haydab kirayotganim yo'qmi? Mana ko'rib bilib turibsizlar-ku. Ko'pchiliklar bilet so'rab kelgansizlar, пригласительно so'rab kirasizlar. Oynalaringiz jo'natasizlar. Katta хороший konsert, katta есть цель. Biz hammamiz xohlaymiz. Masalan, deylik, ona o'sha xalq borishini, xalq pulini ayamaydi san'atga. Men uni aniq bilaman. Xalqimizcha meni yomon ko'rganligini ham bor, yaxshi men odamni deb qolganini hammasini aylamayman. To'g'ri aytadigan bo'lsam, farosati ancha o'sgan hozir xalqimiz. Oldingidaqa ko'rko'ralar bormaydi, boshqa masala. Hozir biz hammamiz nima deydi, san'atkorlar nima bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha ustoz shogird an'anasini baland parvoz aytilgani aslida yoshlar ham keladi, mas'ullar o'shanga ham aytib qo'yish kerak, bilishingiz kerak. Ustozlar ham bermaydi emas, beradi endi buni so'rasa. Siz duo bering, men ertaga to'yga chiqib ketyapman deydi. Mana shu xalq artisti va umuman o'ziga bo'lgan ehtirom, e'tibori kamdan kam uchraydi. Shuning uchun men har safar yangi ijodlar, yangi mana o'zingiz aytganingizdek menga kelmaydi degan hech kim kelmaydi degan mehnat qilmasa ijodga keladi. Ijodga, namunaga keladi. Shuning uchun qiyin zamonda yashayapmiz. Lekin shu qiyin zamonda yaxshi qirralarini topib biz birlashib natijaga erishayapmiz. Shuning uchun mana aytgan hamma gaplaringizda tagida bir narsa borki, albatta hammaga ham O'zbekistonda hozirgi muvaffaqiyati yoqmaydi. Albatta bitta narsani to'g'ri bilishimiz kerak. Mana sizlarga men ochiqcha aytmoqchiman. Juda katta muammolarimiz bor. Bitta oilada qancha muammo bor. Lekin davlatchilikni qurib, mana shu davlatchilikda hammaga munosib bo'lib, tinchlikda, osoyishtalikda yurish bu azob desak to'g'ri bo'ladi. Bu azob. Shuning uchun mana shu ijodingizdagi hozir qirralari Yulduz Usmonovani xalqni yaxshi ko'rishi va xalq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rishi bejizamas tagida sizni misolingizda hamma mehnat qilsa konsert ham bo'ladi, kino ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Ishlaringizda muvaffaqiyat. O'zlari aytdilar-ku, to'ylarda san'atkorlar tushadi-yu, ha kichkina guruh bo'lsin, ha katta guruh bo'lsin, to'yda ochilishida mehmonlar o'tirib bo'lgandan keyin bir jup haligi maqom deganda haligi boshlik maqomlar emas, haligi ufor usullar bor, sho'x narsalar bor, o'rta narsalar bor, o'sha sikllar deydi. O'sha sikllardan bir jup aytilsa, shu yoshlarga ham qulog'ida qolib boradi. Ensasi qotadi boshida. Lekin keyin borib quloq o'rganadi-yu, yosh ulg'ayganda biz yoshligimizda shunaqa edi deydi-da, bu urf bo'lib qoladi. Shunaqa takliflar ko'p. Hozir hammasini ayta olmayman, takliflar ko'p berganman, kamchiliklarni aytganman. Lekin takliflardan oldin kamchiliklarni tuzatib borish kerak. Shunda bugun mukofot olgan hamkasblaringizni qaysini tabriklayman, mukofotga loyiq bo'lib yurishdi. Mukofotni olib yo'qolib ketgan ham ko'p. Qaysi biridan juda ham o'zingiz xursand bo'ldingiz? Menmi Erkin akadan, voy yirtib qo'ydilar gapirishdi ham. Yig'ladim. Bu hammasiga e'tibor turing, to'g'risi. Erkin akam bo'ladi-yu, badanida bo'lish kerak deb san'at. Bu odamni videosini ham iloji bo'lsa topib ko'p qo'yinglar, meni iltimosim. Juda chiroyli o'qidi, juda joyiga tushdi. Haligi ishqiringiz deymiz-ku, ishqiringiz bor-da bu odam. Kimdir maqtagani chiqmadi. Borliq bilan o'tmishni solishtirib she'rni o'zi juda chiroyli qo'ydi.